Assalomu alaykum. O'zbek tili adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi Karimova Dilobodxon. Amaliy o'zbek tili fanidan 4-mavzu. Amaliy o'zbek tili nutq madaniyati mavzusi taqdimotini amalga oshirib beraman hozir sizlarga. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Amaliy o'zbek tili nutq madaniyati tushunchasi. Nutqning kommunikativ xususiyatlari, nutq madaniyati muammolari. Amaliy o'zbek tili fanining maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat. Sof o'zbek adabiy tildan to'g'ri foydalanishni o'rgatish, yozma savodxonlikni oshirish, tilning grammatik qurilishini o'rgatish, nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish. Alisher Navoiyning so'z haqidagi fikrlari. Insonni so'z ayladi judo hayvondan, balkim guhari sharifroq yo'qondan. Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lsa, tilning ofatidir. Til kamon bo'lsa, nutq yoydir. Nutqning asosiy kommunikativ sifatlari quyidagilardan iborat. Birinchisi nutqning to'g'riligi, ikkinchisi nutqning aniqligi, uchinchisi nutqning tozaligi, to'rtinchisi nutqning ta'sirchanligi, beshinchisi nutqning mantiqiyligi. Nutqning to'g'riligi quyidagi ikki asosiy omilga bog'liq. Birinchisi urg'uga, so'z urg'usi, gap urg'usi, ikkinchisi grammatik me'yorga. Nutqning aniqligi. So'zlovchining nutqi bo'layotgan voqelikka mos kelishidir. Bizning gapirayotgan nutqimiz bo'layotgan voqelikka mos kelsagina shunda nutqimiz aniq tuzilgan bo'ladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining poytaxti Andijondir desam, bunda nutqimiz aniq tuzilmagan bo'ladi. Nutqimiz to'g'ri, grammatik jihatdan to'g'ri tuzildi, urg'uga, qo'shimchalar to'g'ri tuzdik. Ammo lekin nutqimizning aniqligi buzildi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining poytaxti bu Andijon emas, Toshkent. Shuning uchun ham bo'layotgan voqelikka aytayotgan gapimiz to'g'ri kelsagina nutqimiz aniq tuzilgan bo'ladi. Keyingisi nutqning toza bo'lishi uchun quyidagi so'zlardan foydalanmasligimiz kerak. Nutqimizda umuman birinchisi dialektizmlar, ya'ni shevalar, ikkinchisi vulgarizmlar, uchinchisi varvarizmlar, to'rtinchisi kanselyarизмlar. Nutqning ta'sirchanligi quyidagi omillarga bog'liq. Intonatsiya, turli mimika va jestlar, mavzuga oid turli maqollar va hikmatli so'zlar. Ming nutqimiz to'g'ri, aniq tuzilgan bo'lsa-da, lekin biz uni ohangsiz, turli mimika, jestlarsiz o'quvchilarga yetkazib bersak, bunda o'qituvchining kommunikativ xususiyatlari bajarilmagan bo'ladi. Ya'niki bizni o'quvchi yoki yonimizdagi hamsuhbatimiz bizni qiziqib tinglamaydi. Birinchi o'rinda biz e'tibor berishimiz kerak ohangga. Kerakli paytda pastlab, kerakli paytda ko'tarila olishni ham bilishimiz kerak. Va gapirayotganda qo'l harakatlari, yuzimizdagi mimikalarga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Masalan, hech e'tibor berganmisiz? Notiq yoki pedagog hech bir joyda to'xtab, bir joyda o'tirgan holatda darsini o'tsa, bunda u talabalar uchun yoki tinglovchilar uchun umuman qiziqarli bo'lmaydi. Ming u zo'r foydadan xoli bo'lmagan ma'ruza qilayotgan bo'lsa-da, siz qachonki uni intonatsiya, mimika, jestlar bilan yetkazib bersangizgina sizni tinglovchi jon dili bilan eshitishi mumkin. Va yana e'tiborni eng o'ziga jalb qiladigan narsalardan biri bu mavzuga oid turli maqollar, hikmatli so'zlar, mavzuga oid hikoyalar, mavzuga oid aforizmlardan foydalansangiz, sizning nutqingizning ta'sirchanligi o'z-o'zidan oshib boradi. Chunki shu nutqqa oid mavzu, shu nutqqa oid obyekt keltirilayotgan bo'ladi. Nutqning mantiqiyligi qaysi holatda nutqimiz mantiqan to'g'ri tuzilgan bo'ladi. Nutqning mantiqiyligi buziladigan holatlar quyidagilardan iborat. Birinchisi, noto'g'ri tanlangan leksik birlik, ya'ni so'z. Ikkinchisi, grammatik jihatdan noto'g'ri tuzilgan jumla. Shunday holatda bizning nutqimizning mantiqiyligi buziladi. Shu bilan birgalikda bu so'zdan ko'rinib turibdi. Birinchisi, nutqning to'g'riligi buzilyapti, ikkinchisi nutqning aniqligi buzilyapti. Chunki shu ikkala holatda nutqning mantiqiyligini buzilishiga olib keladi. Masalan,
Uxlashdan oldin 3 soat ovqatlanish kerak deydigan topshirig'imizda gapimizni olaylik. Shu uxlashdan oldin emas, 3 soat oldin 3 soat uxlashdan oldin 3 soat oldin ovqatlanish kerak kabi bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam ferma jonkuyarlari 6 oylik davlatga sut sotish planlarini muddatdan oldin bajardilar. Bu yerda 6 oylik so'zdan oldin qo'llaganligi uchun umuman gapimizning mantiqiyligi buzilib ketyapti. Buni qarang. Ferma jonkuyarlari davlatga 6 oylik sut sotish planlarini muddatdan oldin bajardilar desakkina mana shu bir so'zni o'rnini almashtirib qo'yishimiz bilan umuman ma'no boshqa tomonga o'zgarib ketib qolyapti. Shuning uchun ham biz har doim nutqimizda so'zlarni to'g'ri tanlay bilishimiz kerak va ularni o'z o'rniga, tartibiga ko'ra joylashtirishimiz kerak. O'shandagina bizning nutqimiz mantiqan to'g'ri tuzilgan bo'ladi. Mana shu 5 qoidaga rioya qilsak, o'qituvchi nutqining kommunikativ xususiyatlari to'liq o'zini maqsadiga javob bergan bo'ladi. Ya'niki siz mana shu 5 ta xususiyatni bajarsangiz, har doim bu talaba, bu xoh talaba bo'lsin, xoh sizni dugonangiz, xoh sizni tinglovchingiz bo'lsin, har doim sizning nutqingiz ta'sirchan va qiziqarli bo'ladi va o'zingiz nutqingizni boshqalarga yetkazib bera olasiz. Har doim xoh o'qituvchi bo'lsin, xoh notiq bo'lsin, shu 5 qoidaga rioya qilib gapirishi talab qilinadi. Shundagina sizning nutqingiz boshqalar uchun qiziqarli bo'ladi. Endi mustaqil topshiriq talabalarga mavzuni o'qib kerakli joylarni konspekt qilish bu majmuada berilgan. O'zingiz yoqtirgan badiiy asardan nutqning tozaligi buziladigan holatga 4 ta misol topib kelish. Bilamizki, hammamiz badiiy asar o'qiymiz, to'g'rimi? Badiiy asarda albatta nutqning buzilgan holatlari qahramonning nutqi tomonidan buziladi. Nutqning tozaligi buziladigan holatlarga albatta muallif bunga dialoglarda ishlatadi. Chunki bu oddiy hayotni aks ettiryapti. Bu qahramonni hayotini, qaysi viloyatdan ekanligini, bu qahramonni ichki holatini keltirib berish uchun muallif so'zlarni, nutqini uni buzgan holatda kanselyarизmlardan, vulgarizmlardan, barbar so'zlardan, dialektizmlardan foydalangan holatda nutqini ishlatadi. Va mana shunga siz misol tarzida o'zingiz oxirgi o'qigan badiiy asardan shunday misolga 4 tasini topib kelishingiz talab qilinadi. Masalan, dunyoning ishlarida juda ham ko'p bunga misollar yoki bo'lmasam Tohir Malikning Shaytanat asarida bunga misollar juda ham ko'p. Buni xohlagan badiiy asaringizdan misollar kiritishingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz mana shundan iborat edi. Shu nutqning asosiy kommunikativ sifatlari. Nutqning asosiy kommunikativ sifatlari nafaqat pedagogda bo'lishi kerak, balki barcha o'zini nutqini boshqalarga yetkazib berishi muhim sanaladigan shaxslarda albatta uchrash talab qilinadi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.